Salom, yaxshimisizlar, kuyimsizlar. Biz bugun bozorga chiqdik. Ayajon dedilar. 8-marta sizlarni aylantiraman dedilar. Adajonda pul oldik. Bu o'zi shunaqa keng tashlab turadi. Yoqdimi ham? Kelgan qizlar bor mana. Men farqlab keldim. Kelinlarimmi deyman. Chiqarda ham bormi ko'rsin? Bas madaniy xotin. Muborak bo'lsin. Shu zo'r fasol ekan. Nastinka bilan Alyona chiroyli Malixon. Zo'r. Nima deysizlar? Yo'q, emas. Boshi o'zimga rosa yoqdi-da. Rosa yarashdi. Buyursingiz unda. Bu yil Robiya qizim kletkani moda qilmoqchi. Shikrasayitsa девушка-xon. Ash yarashtayi. Bor zo'rligini. Chiroyli. Shahnoz opang ham zo'r narsa olganman. Bu syurpriz. Haydi. Закрой люк. Yopaylikmi o'g'lim? Ochaylik. Haydi. Открой люк. Без проблем. Bog'cha boradimi bu? Ha, bog'chaga boraman. She'r bilasanmi? Ha? She'r bilasanmi? She'r? Ha, bilaman. Aytqani? Бабушка родная, сердце дорогая, чтите очаровой моя золотая. She'ram babushka haqida. Alixonga maza ekanda. Men bitta mashina bilan achki oldim. Qizlarning bayramida o'g'il bolalar maza qildi. Oynani oching. Ochiq. Qanasiya? Taqinchi? Qarasiya. Sayki taqdi bu. Asiya. Ben başaramadım. Mana meni qizim achki oldi. Ana. Hamma 8-mart sizlarga bo'ldi, Nilufar. Mazza bo'ldi. Rahmat, pulingiz bo'lmay. Borib qahramon bilan Dostonga, adangizga rahmat deysizlar. Umarxon bozor yoqar ekan meni o'g'limga. Faqat uxladilar kolyaskada, jonim. Kolyaska. Sizga keldik. Asma namidorim. Asiya bilan bugun bozorga chiqdik. Manasi, kimlasi. Asiya.